aksariyat holda ikimiz sog'liq masalasi to'g'rima-to'g'ri ko'proq farzand tug'ilib-tug'ilmasligiga hissa qo'shadi. Juda yaxshi savol bo'ldi. 25 yildan beri bepushtlik bilan shug'ullanib kelayotganimiz tufayli shuni aytamanki, eski davrda reproduktiv salomatlikda hamma muammo ayol kishida, ya'ni ayol kishi homila ko'taradi, u tug'ish kerak. Demak, u tug'mayotgan bo'lsa, asosiy muammo unda deb aytilardi. Oxirgi ilmiy tadqiqotlar, butun dunyo hozir shuni ustida ishlayapti. Olimlar reproduktiv salomatlik bilan shug'ullanayotgan hamma kuchli markazlar erkakning roli juda kattaligi haqida gapirilyapti. Ya'ni reproduktiv salomatlikni o'zi, reproduksiyani o'zi hozir juda bir dolzarb mavzuga chiqib qoldi. Chunki ko'ryapsizki, Yevropa faktiski ko'payayotgani yo'q. U yerda reproduktiv muammolar yuzaga chiqdi. Amerikada ham xuddi shunaqa narsalar ma'lum bir sabablarga ko'ra, lekin erkak bilan ayolni betdagi ulushi baravar deb hisoblanilyapti hozir. Ya'ni 50 ga 50 bir xil holatlarda buncha erkaklarning muammosini hisobidan ham bepushtlik yuzaga kelayotganligi aniqlandi.